Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu sahobiy 30 yil kasal bo'lib osmonga qarab yotdilar. 30 yil. Xurmoni po'stlog'idan yotoq qilishib bergan, ovqat ham, tahorat ham hammasi shu yo'q. O'tira olmaydi ham, o'tirishi ham yo'q imkoni. Faqat osmonga qarab yotadi. Hozir shunaqa odam bo'lsa nima qiladi? Bir odam kasal bo'lib qoldi. Hech narsaga arzimaydi. Hech narsa qila olmaydi. Tuzalishidan umidi yo'q. Nima qiladi? Hozir Yevropada o'shalarni o'ldirishga qonun chiqdi. O'ldiradi. Qonun chiqdi. Shunaqa tuzalishidan umidi yo'q kasallarni kelib ukol qiladi, o'ladi, olib borib qutuladi. Lekin musulmon olamida haligi odam Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu 30 yil yotdi. Qadri bor, qiymati bor. Odamlar keladi, ziyorat qiladi, duosini oladi. Bir kuni Mutarraf degan kishi Ala degan ukasi bilan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuni ko'rgani kirishdi. Haligi holat yotoqqa qadalib osmonga qarab yotibdi. Boshqa hech narsaning imkoni yo'q. Yeyish ham, tahorat ham hamma narsa bir joyda. Hattoki kallasini ko'tarib, belini ko'tarib o'tira olmaydi, yotibdi. Haligini ko'rib, haligi uka Ala yig'lashni boshladi. Qattiq yig'ladi. Bemor Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu yig'lama, nimaga yig'laysan deganida sizni holingizni ko'rib yig'layapman, shunchalik ham bo'ladimi dedi. Dedi ahabbuhu ilallohi ahabbuhu ilayya. Alloh nimani yaxshi ko'rgan bo'lsa menga shu yaxshi dedi. Iymonni, e'tiqodni qaranglar. Alloh menga 30 yil osmonga qarab yotishni yaxshi ko'rgan ekan, men shuni yaxshi ko'raman. Menga boshqa narsaning keragi yo'q dedi.